Agar o'tdagi nakimiz sarg'ayib turgan ekan, pishibdi shekilli deb borib, uzib yeb ko'rsam, hali yana 10-15 kun bor ekan, lekin hozir ham yesa bo'laveradigan ekan. Menga o'zi shunaqa to'liq pishmagan mevalar yoqadi, ya'ni nordon, chuchuk damli narsalarni yaxshi ko'raman. Xo'p, o'rtoqlar, uni buni qo'yinglar. Men bugun sizlarga Andijonda eng arzon narxdagi sifatli mebellar do'konini narxlari bilan birgalikda tanishtirmoqchiman. Ushbu 6 tali stul to'plami narxi attiga 2,5 million. Buni har xil ranglaridan ham bor. Shu sandiqli spalnilar 1,300,000 so'm. Buni juft qilib olsanglar ham bo'ladi. Narxi kelishilgan holatda bo'ladi. Bular 2,600,000 so'm va siz 1,5 millionga bir juft ushbu divandan ham olsangiz bo'ladi. Barcha turdagi mebellar siz istagan rang va o'lchamda zakazga ham tayyorlab beriladi. Men sizga do'kondagi yozib qo'yilgan narxda aytdim. Kelib, ko'rib, yana kelishib ham olasiz. Dastlabki xizmati butun O'zbekiston bo'ylab mavjud. Kelishilgan holatda yetkazib beriladi. Bolalar xonasiga deysizmi, mehmonlar uchun zalga, oshxona koridorga qo'yish uchun ham hamma turdagi mebellar bor. O'zi bu do'kon optimga ishlaydi. Shu sababdan ham ancha arzon narxlari va bu do'kon Izboskanda joylashgan va aynan izboskanliklar uchun yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul. Manzil Paytiq shahri Toshkent stoyankasining yonrog'ida joylashgan. Ushbu videoda mebel olmoqchi bo'lgan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar, arzon narxda xarid qilib olishadi.